4,5 million pulni nima qildingiz? Siz yolg'on gapir. Zo'r uy ko'rsataman. Zo'r uy. Ayniqsa videoni oxirida bilsangiz bo'ladi. Bu uyda nima borligini bilib olasizlar. Uy emas, avvalambor vagon. Bir oy muqaddam yongan edi. Shu vagonni mana ta'mirlashibdi. Bu eski vagonda bo'lsa, boshqa yotoqxona. Zubayra onamizning o'zlari dadamiz bilan yashaydilar. Va ayvon ko'rsatamiz. O'zimizning uyimizdagi ayvonlarimiz bilan bitta solishtirib ko'raylik. Bu ayvonligi. Endi oshxonani ko'rsatamiz va o'zimizning oshxona bilan solishtiraylik. Bizning rakvinalar mana, bizning o'zimizning rakvinalar bilan bitta solishtirib ko'raylik. Shu suvdan iste'mol qilishadi va shu yerda idish tovoqlarni yuvishadi. Omborxonamiz, biz narsalar saqlaydigan omborxonamiz. Mana. Bu yerning ta'rifini ham bermasam bo'ladi. Video so'ngida aytaman degan narsam. Aynan mana shu sharoitda hozir siz ko'rgan obzorda yashayotgan xonadon egalarining bir narsasi bor. Uncha badavlat xonadonlarda topilmaydigan halovat. Haligacha muzlatgich yo'q-da. Va yana shu muzlatgich uchun pul o'tkazib berganimda ham 2 kun poyladim. Qarang, mana o'g'lim muzlatgich olib kelib oldim degan gapingizni videosini kutdim-da. Hali denikka vaqt qilmadim bolam. Olib kelgan go'shinglarni bankada suvni tayda turibdi. 2000-yildan beri alohida bo'lib chiqdinglar. Eshitib, atrofdan surishtirib, men bunaqa oila ko'rmagan. Shukr, shuni Endi qarang. Uyda qanaqa tasavvur qilasiz o'zingizni? Xonalar, uylar. Voy. Nimalari bo'lishini xohlaysiz? Voy bolam, aytsam sizga. Dunyoga sabay ketsam kerak, men bilmadim yana. Xudo xohlasa. Asli bo'lsa uyman bo'lar, kelinim bo'larmi? Nevaralar ham bo'lar bolam. Tinchlikka Allohga shukr bo'lib qoladi inshaalloh. Ularning o'g'illari bor deb ma'lumot qilishingiz mumkin, to'g'ri. Lekin ularning o'g'illari mana shu yerdan ko'rinib turadigan gazoblok va penablok ishlab chiqaradigan zavodda oddiy ishchi bo'lib ishlaydilar. Oila tashvishi, ro'zg'or tashvishi bilan bo'lib, biron bir mutaxassislik egasi bo'la olmaganlar. Bu ayblaydigan narsa emas. Rizq bu Allohning qo'lidagi narsa. Kimnikinidir keng, kimnikinidir tor qiladi. Lekin ana shu keng qilingan holatda ham, tor qilingan holatda ham kimdir sinovdan o'ta oladi, kimdir esa o'ta olmaydi. Biz aynan 1,5 yildan beri o'zimiz taniydigan, 2000-yildan beri mana shu sharoitda yashab kelib, 3 nafar farzandlarni ham shu yerda katta qilib, sinovdan o'tib kelayotganlar xonadonidamiz.